Diniy idora vakilini eshitmoqchimiz, marhamat. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin val aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i mursalin va ala alihi va sahbihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Xohlasalaringiz kesib tashlaysizlar. Ochig'i men kelganimdan afsuslanyapman. Shuncha vaqtim zoya ketdi. Qiz bola, o'g'il bola deydigan joyim yo'q. Qisqa gapiraman chunki shoshyapman. Payg'ambar alayhisalomning yoniga Jabroil alayhisalom keldilarda 3 ta narsani aytdilar. Ey Muhammad, xohlagan ishingizni qiling. Agar hantalni urg'icha bo'lsa yoki toshni ichida bo'lsa ham yaxshi bo'lsa mukofotini, yomon bo'lsa jazosini olasiz. Ikkinchisi, xohlagan insoningizni yaxshi ko'ring. Baribir bir kun ajralasiz. Xohlaganingizcha yashang, xohlaganday. Fahshga botib yashaysanmi, zinoni targ'ib qilib yashaysanmi, avratingni ko'rsatib yashaysanmi, baribir bir kun o'lasan va Alloh taoloning oldiga borasan. Musulmonmi, musulmon emasmi, tan oladimi, olmaydimi, bu meni gapim emas. Bu payg'ambar alayhisalom aytgan gap bu. O'zini musulmonman degan inson tilini tiyib, haddini bilib, hayosini joyiga qo'yib o'tirish kerak. Endi TikTokka men ijtimoiy tarmoqlarda borman. Telegramda, Instagramda, Facebookda borman. Afsuski, biz katta ulamolarni, eng O'zbekistonning faxri bo'lgan yurtboshimiz Shavkat Miromonovich faxrlanib gapirgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahullohning ruhiy tarbiyaga oid kanalidagi odamlarning soni bitta ahmoq, axloqi yo'q, betarbiyani kanaldagi odamlarning sonini 100dan biriga kelmayapti. Biz qanday millat bo'lib qayerga keldik? Ovozim baland chiqayotgan bo'lsa, xafa bo'layotgan bo'lsangiz, meni haqorat qiling, lekin islomning, millatning, bu yurtning qadrini yerga urmang. Hech kimning haqqi yo'q. Bir kun menga bittasi kelib aytayapti. Qoraka deydi, hamma deydi menga ijtimoiy tarmoqlarda o'sha jumaga chiqib yurar ekan. Menga deydi har xil gaplar gapiryapti, u meni sha'nimga og'ir botadigan gaplar gapiryapti, meni haqorat qilyapti. Lekin telefonini ochib falonchini deb qidirsangiz topasiz dedi. Aytdim, topayotmayman-ki, o'zing bir ko'rsat. Ko'rsata olmayman. Qarang, ko'rsata olmaydi menga. Uyalaman dedi. Keyin qidirib o'zim bolalarga aytib TikTokda yo'qman. TikTokdan, Instagramdan qarasam, faqat boshdan oxiri so'kinish, fahsh, odamlarning ustidan kulish. Alloh taolo Qur'oni Karimda astag'firullah vaylul likulli humazatil lumazah degan. Vayl bo'lsin, jahannam bo'lsin insonlarning ustidan kulgan va mazah qilganlardan degan. Mazah qilib pul topayotgan bo'lsang, tavba qil. Astagfirullah de. Uyingga borib yig'lab Xudodan kechirim so'ra dedim. Nimaga? Sen odamlarning ustidan kulib agar pul topib qo'ygan bo'lsang, harom yegansan, uylangan bo'lsang, bolalaringga ham harom yediryapsan. Biz nima degani bu? Shu yerda kim menga ayta oladi, men o'lmayman deb. O'lgan kuning seni qiyomating. Ustozimiz aytgan. Har bir insonni o'lgan kuni qiyomati keladi. Bu nima? Bu qanaqa holat bu? Meni shaxsiy ishim deyapti. Voy birodarlar, jamiyatda shaxsiy ish degan narsa bo'lmaydi. Shaxsiy ish uyingizning ichida bo'ladi. Siz ommaviy axborot vositalari orqali ommaga chiqdingizmi, siz ommaga tegishlisiz. Sizlar qilayotgan ish noto'g'ri. Noto'g'ri ekanligini o'zlaring ham bilasizlar. Bilib turib qilasizlar. Nimaga bunday qilyapsizlar? TikTok, Instagram hamma biladi-ku uni nima maqsadda ishlab chiqarilganligini. Men tarixini o'qib chiqaman TikTok bilan Instagramda. Gapimni xulosa qilaman, mendan xafa bo'lmanglar, lekin bu ko'rib turib shunaqa bir arablarda maqol bor, ridol masiya aynul masiya. Masiyatga rozilik, masiyatni qilish bilan bir xildir. Bir inson fahsh ish qilayotgan bo'lsa, siz jim qarab turgan bo'lsangiz, shu bilan bir xil ish qilyapsiz. Yo qo'lingiz bilan, yo tilingiz bilan qaytaring degan. Shuning uchun aytayapman, bizning zimmamizdagi narsa. Yaxshi narsalar ham ko'p. Boya yuqorida bir do'stimiz aytdi, mana osmondagi bolalar. Egasi Temur Atxamov, Toshkent Islom institutini bitirgan bola. Olim yigit o'zi. Ijtimoiy tarmoqlarni, ITni insonlar uchun, yurtimiz uchun manfaatli qilishga ishlatdi shu bola. Uning uchun nima kerak ekan? Uning uchun insonning manieri bor-ku. Chiqib olib aytadi, manierim toza bo'l. Yes, maniering toza bo'lsa, sening maniering ham toza bo'ladi. Usting boshqacha bo'ladi. Qilayotgan ishlaring ham boshqacha bo'ladi. Inson har bir farzand fitratda tug'ilgan. Sof iymonda tug'ilgan. Ota-onasi uni yo axloqli yo axloqsiz qiladi. Yo unday qiladi, yo bunday qiladi.
sizni qilayotgan ishingiz orqali ota-onangiz ham jabr ko'radi. Va bitta ogohlantirishni aytib qo'yay. Agar bir insonni yaxshilikka dalolat qilsa, boya ham gaplashdik. Yaxshilikka dalolat qilsa-da vafot etsa, shu orqasida qilgan yaxshiligi, masalan, nechta inson, hozir masalan Burxon aka odamlarni bir yaxshilikka da'vat qilib qo'ysa, shu odamlar bilan barobar savobga ega bo'ladi. Ulamolar shu hadisni sharhida aytadi. Agar bir insonni yomonlik qilishiga da'vat qilib qo'ysa, Alloh asrasin. Shu siz o'lsangiz ham orqangizdan gunoh yozilib turadi. Eslaringdan chiqarmanglar, har bir daqiqalaring uchun TikTok, Instagram, YouTube xohlagan tarmoqdagi har bir sekundlaring uchun, har bir qilgan ishlaring uchun albatta javob berasizlar. Bu dunyo sinov dunyo. Har bir salomning aligi bor. U alikni Alloh taolo qiyomatda oladi. Eslaringdan chiqarmanglar. Aybga buyurmanglar. Hammalaringga Alloh taolodan rushd, hidoyat, tavfiq, baxt, saodat tilayman. Menga ruxsat berasizlar, shoshib turgan joyim. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat.